Bugun bizga hamkorlik to'g'risidagi kelib tushgan savollarga birma-bir javob berib o'tamiz. Eng ko'p kelib tushgan savollarimizdan biri sizlar bilan qanday tartibda ishlasak bo'ladi? Hozir men sizlarga javob beraman. Agar siz do'kon egasi bo'lsangiz, biz pastda raqamlar qoldiramiz. U yerga sizning do'koningiz to'g'risidagi ma'lumotingiz, ishlash firmangiz va do'kon lokatsiyasi to'g'risida ma'lumot qoldirasiz. Biz siz bilan bog'lanamiz. Viloyatdan turib o'z do'koniga ishlamoqchi bo'lganlar yoki dilerlik maqsadida ishlamoqchi bo'lganlar uchun pastda alohida raqamlar qoldiramiz. Bu raqamlarga bog'lanish orqali siz kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishingiz, qanday tartibda ishlashimizni ko'rishingiz mumkin. Shu mahsulotlar bilan ishlaydigan alohida ustalar mavjudmi? Savolimizning javobi: alohida ustalarimiz mavjud. Biz tavsiya etadigan ustalarimiz ham mavjud. Bu ustalar sizga nima plus tomonlari olib keladi? Plus tomonlaridan biri mahsulotni to'g'ri o'rnatilganligi haqidagi 100% ishonchga ega bo'lasiz va mahsulotdan brak chiqqan hollarda 100% va tez diagnozga ega bo'lasiz. Ustalarimizdan kelib tushgan savol: ustalar sizlar bilan qanday tartibda ishlasalar bo'ladi? Toshkent shahri yoki viloyatlardagi ustalar bilan ham ishlaysizlarmi? Albatta ishlaymiz. Bizga bemalol ustalarimizga bog'lanishlari mumkin. Pastda nomerlar qoldiramiz. Ustalarga har doim biz e'tiborni boshqacha qilganmiz. Va har bir mijozlarimizdan eng katta talab qilinadigan narsamiz kafolat shartlari bilan tanishib chiqib, to'g'ri kafolat berishlari. Shunda 100% ishonchga ega bo'lishadi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing va oilamiz safiga qo'shiling. Karvil har doim siz bilan.